Hürmetli vatandaş, bugünkü leksiyalarımızı başlayımız. Leksiyada Sıdıka Cüruzu Washington'dan sözleyimiz. Bugünkü islağa 2022 yıl 1. ayının 9. günü. Hürmetli vatandaş azatacım. Bu kisel sel avar kılıvadı da karanlığı kam dedi. Yani bölümü dedi. Her günü çüştün kiyin beden kızıp doktamayıvadı dedi ha. Şunu olama 2 günden biri leksiyaya çıkalmadık. Apa sorayman azatacım. Şimdi bugün sizlerge söz edilen leksiyada vatandaşlar. Az bütün dünya Kazakistan'ın vakasıga merkezleşti. Kazakistan vakası hazır tarafta bunu anlatıvatkanlar. Xitay demokratlardan Jansınca, Chimpokong, onundan keyin Li Yiping, onundan keyin Hepin, Aynak televiziyası degендek. Ondan Tayvan'ın işki televiziyası, pula qaraydigan yıllar, halkılgıç paytlar degендek. Ulanın meydanı asasiyatın oxşaş. Hemisi Xitayni qoğdap durdu. Kazakistan vakası da, yaki Kazakistan'ın içki işlerinde sırtqa kengiyip ketadigan iş bolmasın dep ansirap durdu. Onda xalqaro nopozliq matbuotlardan Rossiyaning Interfax matbuotlar degендek. Onda BBC Moşalarımı xabar qilib bu işlarni beryapti vatandaşım. Kazakistan vakalarının hazır umumi işki jarayonining nima ekanligidan toza xabarimiz yo'q. Chunki buni to'liq matbuot bilan xabar qilayotgan birorta matbuot yo'q. Başta aytdik, nopozliq matbuotlarda suv ichmasam yo'tal qistavotida ketiringlar. Interfax Rossiyaning andın Jungo'nun Duvit orbiti bugün Jungo'nun CCTV şundaq dedi. Kazakistan xalqiga qandaq yordam kerak bo'lsa yordam beramiz. Mavzu şundaq. Mazmunni anglab bakmadım, mavzu şundaq vatandaş. Kazakistan xalqiga qandaq yordam kerak bo'lsa biz şu yordamni beramiz dedi Jungo. Ondan keyin siz şununla dikkat qiling, hozir mush leksiyamda men nuqtaliq so'zlaydigan bir masala. Kazakistan vakası 1. ayının 5. günü o'ttirg'i chiqqan kundan boshlab taki bugün 9. günü 4 gün ichida Jungo partiyasining Kazakistan vakasıga ifoda bildirishida 4 qatim o'zgarish yuz berdi vatandaş. Siz dikkat qiling bu nuqtaga. Birinci ketimde bayanatçı Wang Wenbin Duvit orbiti shundaq dedi ki Kazakistan'da partigan kötürülgen namoyish bu Kazakistan'ın ichki ishi. Biz aralashmaymiz degan mazmunda so'zildi. 2. günü, 5. günü xabar qilinmadi, 6. günü xabar qilindi. Masalan, Masimov Sabık Kazakistan'ın veziri, keyinki vaqtda ichki ishlar nazoratining naziri, ministerligining ministri bo'lgan Masimov qo'lga olindi. Buni vatanga xoinlik qildi deyildi. Bu Masimov Xitoyparast odam, yoki Xitoyning odami desangiz bo'ladi ekan. Hozir endi Xitoyning odami bo'lgan Masimov Qozog'istonda qo'lga olindi. Buning Xitoyning mavqesi nima? Hozircha aniq emas. Üçüncü xil özgürüş bulup aradaki ciddi özgürüş Reis Xi Jinping Prezident Tokayev'ga ağzaki haber yetkizip ben sizden Kazakistan'daki bu teröristlerini bastırışınızda kollayman dedi. Bu renklik inkılap dedi. Demek gapning uzayı tonu özgürüp gitti vatandaş.
Demek renklik inkılap bu Kazakistan hakimiyetini aldırmakçı degan yerga yetdi. Bu teröristlarni bastırışınızda kollayman dedi. Bu demek hazır bir chet ellik aksiyetçi kuch yoki chet ellik bir mustabid hakimiyet Xitoy hakimiyeti Qozog'istonning ichki ishiga aralashdi degan gap. Qozog'iston xalqi namoyish qilsa sen buni bastırsan da'vatidi degan gap. Mas'uliyatchan bo'lib bastırsan da'vatidi. Bastırishingni qo'llaymiz, madihlaymiz da'vatidi. Demek Qozog'istondagi 30 yillik siyosiy hokimiyat bilan Xitoy hakimiyetining o'rtasidagi munosabatni mana shu nuqtadan kuzatib olasiz, hurmatli vatandosh. Uyg'uriston keyingi vaqtlarda bo'lib o'tgan ishlarga nima asos? Masalan, Qozog'iston bilan Xitoy munosabatining asoslari qanchalik tiklab berdi? Qanchalik rol o'ynadi? Buni Xudo biladi, kelgusi tarix so'zlaydi vatandosh. Hazır reis Xi Jinping şundak dedi ki biz seni kollayımız bastırışını mesuliyetçilik bilen bastırışın gerektir. Aşkardan aşkarı Kazak halkını bastırırsan dedi. Bu bir vaziyet, mesela vaziyet degende Xitoyning hükümetinin meydanı 3 qitim o'zgardi Qozog'iston vakası doğrusida. Ondan keyin Qozog'istonning navbatdagi prezidenti Toqayev agahlantirish bermay turib o'q chiqarishga ruxsat qilaman dedi. Hurmatli Prezident Toqayev efendi, bu Qozoq xalqi sizni saylagan kishilar edigan. Sizga bilet tashlagan kishilar edigan. Masalan, siz Qozog'istonning prezidenti deb o'zingizni e'lon qilsangiz, shu Qozoq xalqining prezidentigan. Siz qandoqsiga o'z xalqingizga o'q chiqarasiz? Qandoqsiga o'z xalqingizni bastırırsınız Prezident Toqayev efendi? Saylıqçılarını bastırıp, öz devlet, öz xalqini bastırıp, yani o haligi men prezident deb o'ltirishning salohiyati qanchalik? Shunchalik tarafi qanchalik? Qandoqsiga prezident bo'la olasiz Qozog'istonga Toqayev efendi? Sen Qozoq xalqi namoyishdan da undaq zo'ravonlik, bundaq zo'ravonlikdan xoli bo'lg'ili bo'lmaydi. Biroq dastlabda Amerika ovozida antilgan xabarlar nimalar deyildi? Ishxonni chaqqanlar, yo'ldagi mashinalarni chaqqanlar, derizlarni urib chaqqanlar emas hukumatning odamlari deyildi. Hatta pulemyot bilan o'q tutildi. Namoyishchilar Iroq yaqindan turib pulemyot bilan o'q tutildi. Namoyish boshlangan vaqt tinch yo'l bilan boshlangan edi. Shunday bo'ldi deylar. Ishlar taraqqiy qilib mishaga yetdi, hurmatli vatandosh. Siz diqqat qiladigan, biz diqqat qiladigan nuqta shuki, hozir Xitoy hukumatining maydoni 3 qitim, 4 qitim o'zgarib bo'ldi. Bu xatarlik o'zgarish vatandoshim. Bu yerdan CCTV Xitoyniki televiziyasi debdiki har qanday yordam berishga. Bu xatarlik signal vatandoshim. Şunlaşqa chet ellarda yaşayotgan har bir Uyg'ur, onliq Uyg'ur, aqlli Uyg'ur, men deganim aqlli Uyg'urjimi? Eliq o'zining nima deyotganini tushunmay o'tirg'i chiqib kapishadiganlar emas. Aqlli Uyg'ur. Mushundaq vaqtda o'zingni tutib olib gap qilishni bil Uyg'ur bo'lamdi. Nayt ehtiyotchan, nayt sezgiri vaqt. İntayin sezgiri vaqt Qozog'iston voqealari qaysi tarafga taraqqiy qiladi? Mesela bu yerde Sasha TV degan bir TV paydo bo'ldi. Yani bir necha davomli xabar berayotganlar. Ularda xilma-xil xabarlar va hozir u xabarlarni eg'izdan chiqarishga bo'lmaydi. Chunki paketi yo'q, asosi yo'q, shunday xabarlar deyli. Uni eg'izdan chiqarishga bo'lmaydi vatandoshlar. Rossiyaliklarni bilmay turib o'tirg'i chiqarishga bo'lmaydi xabarlarni. Şuna müşnak vaqtda chet ellardagi va siyosatga aralashib yaqin turayotgan, elaqa kalvalar buni sirtidan yaqin turayotgan odamlar ehtiyotchanlik bilan muomala qilaylik vatandoshlar. Eg'izdagi gapga diqqat qilaylik. Eg'izdagi gapga diqqat qilaylik. Diqqat qilaylik vatandoshlar. Men de sizga aytdim, boshda eng xatarlik. Xitoyning maydoni 4 qitim o'zgardi. Intayin xatarlik degan gap. Xatarlik signal degan gap. Ana üstüge andım 5. günüdün başlapla ha degende Rusya
Kollektiv Qog'dinish tashkilotining askarlarini Qozog'istonga avatdi. 70 aeroplan qitimda to'xtamay askar yetkidi, parashyutchilar qismlarini yetkidi. Endi bu nuqtadan aytganda Rossiyadan bo'linib chiqqan Qozog'istonga nisbatan Rossiyaning bundaq harakatda bo'lishini to'g'ri tushunishga bo'ladi. Biroq bu kollektiv Qog'dinish tashkiloti bu chet el tajovuzchilari qartilgan tashkilotning iqtidorini Qozog'istonning ichki ishlariga ishlatish toza aqlga sig'maydigan ish. Endi Rossiya shunday qildi. Hozir Rossiya shunday qildi deganda Rossiya hozir ehtiyotchanlik bilan muomala qilyapti. Biroq Amerika ovozi e'lon qilingan bir parcha xabarda Rossiyaning hozir qo'rqayotgani Qozog'istondagi namoyishdan bu ko'tarilishdan ranglik inqilobga aylanib ketishidan qo'rqyapti Rossiya deydi. Balki Rossiyaga tutishidi, Rossiya kengaydi deb o'ylagan bo'lishi mumkin. Qanday qilishdan qat'iy nazar hozir Rossiya kollektiv Qog'dinish askarlarini chiqadi. Qozog'istonga ko'rgizdi degan gap vatandoshim. Endi Xitoyning maydoni 4 qatim o'zgardi dedim siz. Shuni bilan o'zingiz tahlil qilib oling maydonni. Xitoyning maydoni 4 qatim o'zgardi, xatarlik o'zgardi vatandoshim. Endi hozir shuning ichida bo'lib o'tadigan voqealar har bir nuqtalarga qanday fikrlar o'tirg'i chiqadi va qanday ahvol bu oldimizdagi ishda hurmatli vatandosh.